Eng legendarniy mashina. Niva Legenda. Niva bu mashina hamma ham qaydavermaydi. To'g'ri, buni o'zini haterlari bor, o'zini boyagi negativlari bor mashinaga nisbatan. Mashinani boshqa mashinalar bilan solishtirish kerak emas. Bu mashinani kimlar haydaydi? Bu mashinani hayotni o'sha abdan tushunib, o'sha rostakam erkaklarning o'yinchog'i, erkaklarning mashinasi desak bo'ladi. Uncha-munchasi haydab ketmaydi. Endi ayollarga yengil mashinalar, kichkina mashinalar, asosan o'sha hamma qulayliklari bor mashinalar haydaydi buni. Bu mashinani ham haydasa bo'ladi. Oldinlari haydagan bu mashinani ham o'sha ayollarimiz. Endi u ayollarimiz o'sha paytlardagi, Soyuz paytlaridagi baquvvat ayollardan bo'lgan, ular ham haydagan. Eski tarixga misol uchun bir qaytadigan bo'lsak, oldinlari Toshkent yo'llari, o'zimizdan yo'llar, yamalarga to'la, g'adir-budir yo'llarga rosa to'la bo'lgan. Ana shu yo'llarda faqat mana shu Niva bizani qutqargan. Ya'ni yo'l tanlamas, yamalarni sezmaydi, yumshoq o'tadi, uncha-munchaga buzilmaydi. Yoki bu joy buziladigan bo'lsa ham, joydarcha aytganda, любой joydan zapchast topiladi, tepib, tuzatib, bemalol haydab ketavergan. Ya'ni manzildan manzilga bemalol yetkazgan mashina bu Niva Legenda hisoblanadi. Niva Legenda nomini qarang, Niva Legenda. Nimaga legenda? Legenda endi bilsangizlar, u oldindan o'sha boyagi o'zini nima deydi, afzalliklari, o'zining qulayliklaridan kelib chiqqan holatda nom beriladi. O'shadan nomlari ham legenda qo'yadi. Endi buni asosiy fishkalarni aytadigan bo'lsak, albatta mexanika. Hozirgi zamonda avtomat juda ham ko'payib ketdi. Xitoyning mashinasi, boshqa mashina juda ham ko'payib ketgan. Endi mexanikani, buni emotsiyasi, ya'ni buni kayfi boshqa. Yana bitta fishkasi bitta fishkasi bizada bu to'rkarator, ya'ni yo'l tanlamas to'rkarator. Chiqatda Niva tiqilib qolmagan, chiqolmay qolmagan chiqatda любой joydan chiqib ketganligi uchun albatta bu Niva Legenda nomini olgan. To'g'ri, motori buni 1.7 unaqa 2 litrlik turbina, 3 litrlik turbina, twin turbo emas. Ya'ni 0 dan 100 gacha qanaqadir tezlashib ketmaydi. Niva tekis yo'lga, tez yurishga mo'ljallanmagan. Niva bizada o'sha yo'l tanlamas yo'llarga chiqishga mo'ljallangan. Bu Nivaga keladigan bo'lsak, albatta tuning qilingan. Nivani yangi maslasida yurganingizda baribir ko'chada qaramayman degan odam ham qaraydi. Qaramasa ham qaraydi baribir. O'ziga oladi. Yana bitta menga yoqadigan joyi mana shu narsasi. Mexanikasi buni. Eng qulayligi, eng zo'rligi avtomatdan keyin shunday mexanikaga o'tirsangiz, mana shu emotsiyani beradi, mana shu kayfni beradi, mana shu mexanikasi. Bunda qo'yilgan narsalari, oldingi orqa bamperlari, temir bamperlar qo'yilgan. Ya'ni yo'l tanlanmas, yo'l yo'q joylarda o'sha daraxtlar orasiga kirasiz, mayda-chuyda toshlar orasiga kirasiz. O'sha paytda mashinaga zarar tegmas uchun temir bamperlar qo'yilgan. 4 ta g'ildiragi, o'sha off-roadga mo'ljallangan mashina 4 ta g'ildiragi bemalol tog' toshlarda yuradigan rezinalar taqilgan. Albatta, o'sha ходовой sistemasi, boyagi amortizator, prujinalar hammasi usilit qilingan, yo'l tanlamasga, mягкий yurishga mo'ljallangan. Endi albatta buni tog'larda, tog' toshlarda haydaydiganlar, umuman off-roadda yuradiganlar biladi. U nimalar qo'yilgan, nimani qilinganligini, boyagi siz avtomatda yurib yoki bo'lmasa yengil kichkina mashinada yurib Niva haqida aniq fikr eta olmaysiz. Nivani o'sha to'rkarator haydaydigan akalar yaxshi biladi qanaqa mashinaligini. Ko'rib turganingizda bizning obzorimiz ham o'z yakuniga yetdi va legendar Nivamiz haqiqiy erkaklarning mashinasi. Hamma narsasi kuchaytirilgan. Даже ko'rib turibsiz, bamperlargacha kuchaytirilgan. Keling, tashrif bering, o'tirib xarid qilishingiz mumkin.